48 soat uxlamasa organizmda nima bo'lishini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, buni bilishingiz shart. Davomiy kam uyqulik nimalarga olib kelinadi? Sizda tanangizda yurak siqishi boshlanadi hamda mushaklarda kishi bilmas og'riq boshlanadi. Chunki siz 24 soat uxlamaganingizda organizmdagi dopamin moddasi tushib, kortizol moddasi ko'tariladi. Natijada mushaklar bo'shashishiga olib kelinadi. Hamda jigaringizda, o'tfagingizda og'riqlar boshlanadi. Chunki buni birinchi sababi ovqat hazm qilmaslikdan hamda yurakka bosim tushishi natijasida davlenyangiz tusha boshlaydi. Natijada siz o'zingizni juda ham charchoqli his qilasiz. Agar sizni uyqungizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamizda bunga barcha yechim bor. Buni qanday yordam bera olamiz? Birinchi navbatda biometriskiy korreksiya orqali sizni korreksiya qilamiz. Hech qanday ukol, dorilarsiz hamda preparatlarsiz miya bilan bo'ladigan bog'liq tochkalarni bosib, organizmingizni normal holatga keltiramiz. Agar sizda ham yuqoridagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, direkt orqali murojaat qiling.